Kichiklik Büyüklük namlıq kitabın ikinci qismi. Özünü tikləş. 2024-yılı öktəbirdə mən Uyğur Xalq Tərəqqiyat Fondunun Uyğur Yüksel İg'lik Tikləş və Ticarət Tərəqqiyat Törü orlaşdırğan naq meydanda dərs ötüş və kursantlarının projekt layihəsini bahalaş fəaliyyəti üçün İstanbul'a bardım. Kursantlarga nəşrdən çıxqanığı bir neçə günlük bolğan Dünyavi Büyük İqtisadşünaslar və ularning təlimatları degan kitabımni hədiyyə qildim. Mən o kitabımda İstanbulda doğulub ösgan Darun Acamoğlu ismli iqtisadşünasni hazırki davrimizdagi büyük iqtisadşünaslar qatorida tunishtirgan və onu bir kunlarda Nobel iqtisad mukofotiga erishish mumkinligi yuqori iqtisadshunos deb qaraydiganligini yozgan edim. Shvetsiya Nobel mukofoti komiteti 2024-yılı 14 oktyabrda Darren Acamoğlu'nun iqtisadshunos James Robinson ve Simon Johnson bilan birlikte şu yıllık Nobel iqtisad mukofotiga erishganligini e'lon qilgan edi. Men kitabımni tarqitib bo'lgandan keyin Darren Acamoğlu'nun bir neçə gün burun Muşu yıllık Nobel iqtisad mukofotiga erishganligini aytganimda maydonda qizg'in chavak sadaları ko'tarildi. Men Bostonga qaytib kelgandan keyin Darren Acamoğlu'nun Nobel mukofotiga erishishda asosli rol o'ynagan dunyoviy asar Davlatlar, ya'ni millatlar nemishqa halok bo'ladi degan kitobini vaqt chiqsa tarjima qilib, ilmga qiziqadigan, millatning taqdiriga ko'ngil biladigan mas'uliyatchan kishilar anglab baqsin degan maqsadda YouTube kanalımda o'qib kelyapman. Kishilar bu kitobning mavzusini ko'rib, davlatlar, ya'ni millatlarning nemishqa halok bo'lishining sabablarini tadqiq qilganlar bor ekan. Ajiba shaxslar nemishqa halok bo'ladi degan temadami izlanganlar bormidi degan o'yga kelishi mumkin. Dal mushu mavzuda kitob bo'lmagani bilan Aşındaq mazmunlar aks ettirilgan kitaplar, maqalalar nurg'un. Chunki g'arbda kishilarning muvaffaqiyat qozonishi, ularning o'zlarini bayqishi va shaxslikka yo'shirin kuchni qizishi haqidagi izlanishlarning yildizi qadimgi Yunon faylasuflariga va qadimgi Rim podshohlariga tutishidi. Masalan, milodiy 2-asrda yashagan Rimning imperatori Marcus Antoninus Aurelius faylasuf imperator. U milodidan burungi 300-yillarda qadimgi Gretsiyada stoitsizm, ya'ni chidamchanlik falsafasining agashkuchisi bo'lib, kishilarning ichki dunyosini kuchaytirish orqali hayotida duch kelgan ishlarga aql va mantiq orqali inkas qaytarishni tashabbus qilgan. Mushu xil falsafa iqimining agashkuchisi bo'lgan imperator Marcus Antoninus Aurelius faylasuf meditatsiya, ya'ni uyg'onish yoki ariflik degan kitobi orqali urush, yuqumli kasal va tabiiy ofatlar to'xtamay yuz berib kishilarni parakanda qilayotgan shu zamonda kishilarning hayotdan umidini uzmaslikka, salmoq va kuchli bo'lishga rag'batlantirgan. U mazkur kitobda mundaq yozgan: hamma narsa o'tmishga aylanadi, azroq vaqtdan keyin unutiladi. Şan-sharafning ichida allaylinib o'tgan kishilar uchunmi ishlar shundoq bo'ladi. Boshqalarning tiniq to'xtamayla, xuddi Homerning so'zi bo'yicha aytganda, ko'zdan g'oyib bo'ladi va mish-mish gapga aylandi. Undaqda mangulik nomatoq degan zot nima? Quruq, bo'sh narsa. Undaqda biz nimaga intilishimiz kerak? Faqat va faqat buni ishlarga. Lilla tafakkur, shaxsiyatsiz harakat, rastni so'zlaydigan til, har bir yuz berayotgan ishni ma'lum bir sababdan kelib chiqqan, taqdirga pukilgan va kutayotgan ishdak tamkin holatda qabul qiladigan mijoz. Baxtli yashashga ko'p narsa ketmaydi. Hammasi o'zingda bor. U bo'lsa-mu sening masalalarga qanday pozitsiyada bo'lishing. Biz musulmonlarning muqaddas kitobimiz Qur'onda qalbni pok tutish, yaxshi kishilik xarakteri yetildirish, ilm izlash, bu dunyo va oxirat xayrli bo'lish uchun tirishish, ishlarda sabr qilish va Allohning gunohlarini mag'firat qilishni tilash haqida mazmunlar bo'lib,
Bularning ichida odamning o'zini tarbiyalash orqali muvaffaqiyatli hayotni qo'lga keltirishda kishilik xarakterining intayin muhimligi aytilgan. Mushu ma'nodan olganda o'zini tiklash g'oyasidagi odam oldi bilan o'zining xarakterini yetildirgan odamdir. Oldi bilan Qur'ondagi bunu oyatlarga qarab beqing. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. 13-sura 11-oyat. Ey mo'minlar, sabr va namoz orqali yordam tilanglar. Alloh haqiqatan sabr qilg'ichlar bilan bilidir. 2-sura 153-oyat. Ular xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi. O'tira hol xarajat qiladi. 25-sura 67-oyat. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. 99-sura 7 va 8-oyatlar. Bu ilahiy kalimalarning ruhi bilan ish tutgan kishining insonlik xarakteri va hal ahvolining nisbatan yaxshi bo'lganidan hech qanday gumonim yo'q. Bu ulug' so'zlar musulmonlarga hayotini aktiv yasha, tirishchan bo'l, sabrlik bo'l va chidamliq bo'l deydi. Musulmonlarni kichik peyil bo'lishga, mo'tadil yashashga, kirim chiqimi tangshalgan takshi turmush o'tkazishga da'vat qiladi. Yaxshi bo'lib yashashga, yaxshilik qilishga, yomonlik qilmaslikqa va ish harakatiga mas'uliyatchan bo'lishga undaydi. Yevropa adabiyot san'ati uyg'onishi va unga ergashib sanoat inqilobidan keyin shaxslarning o'zini tonishi va kuchaytirishi haqida nodir asarlar maydonga kelishga boshlagan bo'lib, buningga 1790-yili nashr qilingan Amerikaning Boston shahrida tug'ilgan Benjamin Franklinning Tarjima Halim degan kitobi va amerikalik yozuvchi Ralph Waldo Emersonning O'z kuchiga tayinish degan kitoblarini misol ilishga bo'ladi. Benjamin Franklin birga mahir ko'p qodir kishi bo'lib, uning ideyasi 18-asrdagi g'arb dunyosining savdo, siyosat va ilm-fan ishlariga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. U Amerika davlatining mustaqillik xitobnomasi va Amerika asos qonuniga qalam tavratuvchilarining biri bo'lib, u o'zining munu so'zini amaliyotda ko'rsatgan. O'lib, chirib ketishing bilan unutilib ketmay desang, o'qishga arzigudak narsa yoz yoki yezishga arzigudak ish davrat. Uning Tarjima Halim degan kitobi odamning o'zini yuksaltirish haqida yozilgan klassik asar bo'lib, u bu kitobda odamning o'zini to'xtamay tekshirib turish natijasida uning hayotining ma'nilik o'tib, xarakterining yuksak bo'ladiganligini ko'rsatib berishga tirishgan. Benjamin Franklin Tarjima Halim degan kitobida dahilarning ko'p kitob o'qiydigan tipdagi kishilarning ekanligini eskartib, bir yilda kam deganda roman, hikoya janridan boshqa turdagi kitobni 20-30 parchani o'qisangiz, hayotingiz ma'nilik bo'ladi va parlaydi degan. Yazuvchi Ralph Waldo Emerson Bostonda tug'ilgan bo'lib, 14 yoshida Harvard universitetiga kirgan. Uning 1841-yilda yozilgan aran 35 keldigan O'z kuchiga tayinish degan asrimi shaxsning o'zini bayqishi va yuksaltirishi haqida bo'lib, u bu kitobda bunday yozadi. Bir siyosiy g'alaba, ijaraning o'sishi, kasaldan saqayishingiz, uzun mazgil yo'qolib ketgan birodaringizning qaytib kelishi yoki boshqa yaxshi ishlar sizning ruhingizni ko'taradi. Shuning bilan yaxshi kunlar sizni quchoqlaydigandek o'ylaysiz. Bularga hargiz ishonmang. O'zingizdan boshqa hech kim sizga tinchlik berib kela olmaydi. Prinsiplarning qalbisidan boshqa hech kim sizga tinchlik bera olmaydi. Biz yuqoridagi jumlalardan Emersonning barliq baxtni shaxsning o'zining yaratadiganligiga ishonganligini tushuna olamiz. U bu yozmasida shaxsdagi muvaffaqiyat qozonish istagi koinotga qarshi jang qilish bilan bo'lmaydi. Balki shaxsning tabiat, vaqt
va zamonning o'zining qonuniyatlarini yaxshi tushunib, sharoitga beqib ish tutish orqali bo'ladi degan. Qisqasi, o'z kuchiga tayanib yashaydigan kishi mukammal bir koinotning ichida ijodiy va ongliq yo'lini tafakkur qilib, tirishib yashaydigan prinsipi bor odamdir deb qaragan. İnsaniyet 20. asırga qadam qo'ygandan keyin shaxsning muvaffaqiyati haqidagi iznish yuqori pallaga ko'tarilgan. Bu tabiiy pallalarga rivojlanish, falsafa, iqtisodshunoslik, jamiyatshunoslik, insonshunoslik, psixologiya va boshqarish ilmlariga sifat xarakterli o'zgarishlarda yorqin ifodalanadi. Buramizda muvaffaqiyatshunoslikqa oid kitoblar yo'q deyarli edi. O'rimchida oliy maktabda o'qiyotgan chig'imda Dali Karnegning kishilik muvaffaqiyatga yo'l ko'rsatadigan 1930-yillarda yozilgan, 1990-yillari Uyg'urchaga tarjima qilinib, jamiyatda, bo'libmi oliy maktab yoshlari orasida qizg'in o'qishlikqa aylangan kitoblarni va Xitoy tilida nashr qilingan bir kun 25 soat deydigan qarash ilgari surilgan yaponlik bir yozuvchining kitobi va g'arbliklarning yoshirin ong haqida kitoblarni o'qigan ham ilhom olgan edim. Mush asrning boshlaridan 2016-yilgacha millatimizning beshiga mo'diy qabahat kelguchi bo'lgan oraliqda bizga kitob nashr qilish ishlari xili obdonlar rivojlanib, kishilar tushunib o'qib, o'z sharoitiga beqib, hayot amaliga tatbiq qilsa naf tegadigan Stephen Covey'ning Önümdar kishilarning yetti odati va Robert Kiyosakining Baydadam, Namratadam degan o'xshash kitoblari nashr qilinibdi. Men Xitoyda ingliz tili o'qishida chang chiqarib, muvaffaqiyat qozongan Uyg'ur yosh Nur Ali Ablizning bir yilingizdagi 8670 soat degan kitobini xilali yaxshi yozilgan, kishiga yaxshi yo'l ko'rsatib rag'bat beradigan, har bir aql egisi astoydil o'qib chiqish tegishli esil kitob deb qarayman. Uning Uyg'urcha va Xitoycha nashrlarini boshqalar menga hadiya qilgan edi. Men uning Uyg'urchasini tafsili o'qib bo'lgandan keyin bir Uyg'ur yoshni o'qib beqish uchun berdim. U kitobdagi menga eng ta'sir qilgan nuqta Nuralining vaqt boshqarish qarishi bo'lib, u har bir yarim soatni bir tilla deb qaragan va har kunidagi 24 soatdan uxlashga 7 soat chiqarayotgandan keyin qolgan 17 soatni avaylab unumli hajlaydigan 34 tilla deb atagan. Men qarindoshlarga bu kitobning ona tilimizdagi nashrini topalsa o'qib beqishni tavsiya qilaman. 19-asrda o'tgan dunyoga danglik klassik Rus yozuvchisi Lev Tolstoyning mundaq bir so'zi bor. Hamma odam dunyoni o'zgartirishni o'ylaydi, ammo hech kim o'zini o'zgartirishni o'ylamaydi. 19-asrdagi jamiyat va dunyoni kuzatgan bu mutafakkur yozuvchining yuqorida aytilgan so'zidan shu chaqlardagi kishilarning o'zlari haqida o'ylanish va izlanishdan yiroq ekanligini, masalani boshqalarda yoki o'zlaridan boshqa omillarda deb qaraganliklarini ko'rib olg'ili bo'ladi. Lev Tolstoyning o so'zlari hozirgi zamon kishilariga taz tushidi. Nurg'un narsalarning shakli o'zgargani bilan mohiyati o'zgargani yo'q. Şunu men o'zini o'zgartirishning ko'yiga tushgan odam, o'zini tiklashga qarab mangan odam deb qarayman. O'zini tiklagan odam o'zini tarbiyalagan, o'zini tizginlagan va ojizlikni yengilgan odamdir. Qiziqtirish va iziqtirishga yengilmaydigan, irodasi mustahkam, intayin tirishchan, mag'rurlikdan va umidsizlik sababidan o'zini tashlab etmaydigan, g'oyasi uchun bir umr tirishadigan odamdir. O'zini tiklash mundaq necha turli muhim mazmunni o'z ichiga oladigan bo'lib, uning yadrosining esil kishilik xarakteri yetildirish ekanligini yuqorida so'zlab o'tdim. Kishilik xarakteri kuchli odamlarning hayotda amal qiladigan muayyan prinsiplari bo'lib, ularning haq, nahaq, yaxshi yomon, muhabbat, nafrat tushunchasi aniq bo'ladi. Ular vaqtni qadrlab, o'z nishoni uchun ilgirlaydi. Navada u kishi ishni chala qilmasa yoki yarim yo'lda to'xtab qo'ymasa, bundaq kishilarning natija yaratmaydigani, ro'naq topmaydigani asosan yo'q deyarlik. Ularning vaqt qarashi shu qadar kuchlikki, ular vaqtning mangu oldiga qarab mangadiganligini, kunlardan oylar, yillardan qarnlar va ulardan asrlar putildiganligini, jimi jonliqlarning egisiga tuproq, ko'l va to'zon bo'lib paytishdiganligini, nurg'un narsa o'zgaraydiganligini, ba'zilarning izlarini ba'zilar bosdiganligini va o'xshash yo'lda o'xshamagan yo'lovchilar mangadiganligini va ularning ma'lum vaqtdan keyin g'oyib bo'ladiganliklarini cho'nqur tushungan kishilardir. Şunu ular o'zlarini taxta beshiga elib qo'ymaydi, ham boshqalarni mangu taxta beshida tura olmaydi deb o'ylamaydi. Ba'zida garchi buning necha asr vaqt ketsimi, haqiqat egil sunmaydi degan so'zning vaqt orqali isbotlanganligiga cho'nqur ishonadi.
Özünü tiklaydigan adam, özünü tekşirip turdigan adam bulup, u anlık yoki angsız holda kapit analiz usulini qo'llanib, o'z turmushini tadbir bilan o'tkazdi. Tövəndə mən kapit analiz usulunun nemaligini qisqacha tonishtirdim. Agar sizmi o'zingizni tiklash va qayta tiklash arzusidagi odam bo'lsangiz, bu xil usul bo'yicha avval o'z ahvolingizni analiz qilib beqing. SWOT: Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Yuqoridagi SWOT degan ingliz qisqartılma so'zni men Uyg'ur tiliga tarjima qilib kapit deb atadim. Shunga SWOT analiz usulini kapit analiz usuli deb atadim. SWOT degan bu 4 harf ingliz tilidagi kuchlilik, ojizlik, fursatlar va tahdidlar degan ma'noni ifodalaydigan 4 so'zning birinchi harfidan tuzilgan bo'lib, men o'xshash usul bilan SWOT so'zining uyg'urchasini kapit deb oldim. Kapit ideyasi 1965 yılı o'tirg'a qo'yilib, 1972 yılı uning qisqartılması bo'lgan hozirgi atalg'u, ya'ni SWOT so'zi qo'llanishga boshlagan. Bu usul bilan shirkatlarning ahvoli, ya'ni shirkatlarning ichki va tashqi, hozirgi va kelgusi haqida baholash olib beriladi. Shundaqla ular uchun strategik planlar tuziladi. Bir shirkatning kuchliligi uning nishoni, qimmat qarashi, g'oyasi, boyligi, tuzumi va raqobat iqtidoridan keladi. Uning ojizligi shirkatning yuqori sifatda yurishiga to'salg'i bo'ladi. Shirkatning kuchliligi va ojizligi shirkatning o'ziga xos ichki omillardir. Fursat shirkatga selishtirma afzallik beradigan tashqi omillarni ko'zda tutadi. Tahdid shirkatga ziyon elib kelish ehtimolli bo'lgan omillarni ko'rsatadi. Fursat va tahdid tashqi omillardir. Shirkatlar bu 4 omilning o'rtasidagi munosabatni chiqish qilib turib, strategiya belgilaydi. Masalan, kuchlilik bilan fursatlar o'rtasida bog'lanish ching bo'lsa, shirkat hujumchi xarakterli strategiya belgilaydi. Agar ojizlik bilan tahdidlar o'rtasida bog'lanish kuchli bo'lsa, qo'g'dinish xarakterli strategiya belgilaydi. Har bir jup tarkibni birlashtirganda bir strategiya paydo bo'ladi. Tuvanikidak savollarga javob topadi. Ojizlik bilan tahdid strategiyasi. Ya'ni bu chaqda kichiklatish va ojizlashtirish kerak. Ya'ni tashqi tahdid va ichki xirisga duch kelganda qanday qilib ojizlikni kichiklatib, tahdidni ojizlashtirish kerak? Ojizlik bilan fursatlar strategiyasi, ya'ni kichiklatish va zo'raytirish. Ya'ni tashqi fursatlar bilan ichki ojizlikka duch kelganda qanday qilib ojizlikni kichiklatish, fursatlarni zo'raytirish kerak? Kuchlilik bilan tahdidlar strategiyasi, zo'raytirish va ojizlashtirish. Ya'ni ichki kuchlilik bilan tashqi tahdidga duch kelsa, kuchlilikni zo'raytib, tahdidlarni ojizlashtirish kerak. Kuchlilik bilan fursatlar strategiyasi, ya'ni zo'raytirish va zo'raytirish. Tashqi fursatlar va ichki kuchlarga duch kelganda, ichki kuchlik bo'lishdagi ahvolga duch kelganda, qanday qilib fursatlarni va kuchni oshirish kerak, zo'raytirish kerak? Egilik tiklayotgan qarindoshlar o'zining tijoratini yuqoridagi ramkaga selib tahlil qilib baqsa bo'ladi. Chunki egilik tiklashmi o'zini tiklashning bir muhim mazmunlaridan biri. Masalan, siz Uyg'ur restoran tijorati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, kapit usulini qo'llanib tijoratingizni baholab beqingchi. Undaqda kapit usulini o'zini tikilmoqchi bo'lgan kishi o'ziga qanday tatbiqlaydi? Avval maqsadni oydinlashtirish kerak. Ya'ni zoti bu xil analiz usulini nimaga qo'llanmoqchi deganni bekitish kerak. Agar yaxshi bir xizmat tepish arzusi kishi bo'lsangiz, kapit analiz usulini o'zingiz tatbiqlagandan keyingi tafakkur jarayoningiz mundaqroq bo'ladi. Sizning kuchli taraflaringiz, ya'ni sizning tug'ma talantingiz, mahoratingiz, ma'rif saviyangiz va kishilik sifatingiz ifodalandi. Bu sizda ma'lum sifat va miqdorda mavjud. Sizning ojizligingiz, sizning kasbiy mahorat jihatidagi tajribasizligingiz, xarakteringizga bo'shanligingiz, ojizligingiz va kishilik munosabatdagi yetarsizligingiz ifodalandi. Shunga o'zingizning yetarsizligingizni samimiy va obyektiv holda baholab chiqishingiz kerak. Kuchli tarafingiz bilan ojiz tarafingiz sizga xos ichki omillardir. Gülünayotgan iqtisodiy vaziyat, tuvan ishsizlik nisbati, yangi o'rganish muhiti va maktabdoshlar bilan ijtimoiy munosabat bog'lash imkoniyatlari sizga foydali fursatlardir. Iqtisodiy kasodchilik, eshayotgan ishsizlik nisbati, salbiy xizmat muhitlari sizga foydasiz bo'lib, sizning maqsadingizga yetishingizga tahdiddir. Bundaqcha qilib aytganda, fursatlar va tahdidlar sizning irodangiz va imkoniyatingizni beqilmaydigan tashqi omillar bo'lib hisoblanadi. Siz shundaq chog'da maqsadingizga yetish uchun qanday strategiya tuzishingiz kerak? Aldı bilan kuchli tarafingiz bilan fursatlarni moslashtirishga tirishsiz. Kasbiy mahorat jihatiga yetarsizligingizni muayyan tarbiya yoki xizmat tajribasi orqali to'liqlaysiz yoki yo'qotasiz. O'zingizga tahdid bo'lgan omillarni tepib chiqib, uning taqobil turadigan yo'lini topasiz.
Bir odamning o'ziga muayyan nishon bekitib, tartiblik, izchil va ongli holda shu nishonni ishga oshirish uchun amaliy harakatga o'tishimi uning o'zini tiklash jarayonining bir qismi yoki halqasi bo'ladi. Shundaqla o'zini tiklash orzusidagi odam moddiy jihatda o'zini tiklashni muhim nishon qilgan, moddiy hojatmandlikning zulmidan qutulib, iqtisodiy erkinlikka erishadigan odamdir. Bundaq odam bozordagi uchurlarga ahamiyat beradigan, kichik bo'lsa-mu eglik tiklaydigan yoki pul ma'lumli bozor bilan haplashib pul topadigan odamdir. Muayyan moddiy asosi bo'lmagan odamning hayotda o'zini tiklay olishi qiyin. To'g'ri, bu gapni men da'vatim. Bir umrlik izlanguchi va akademik bo'lish sifatim bilan tirishchan kishining pul tepishini topgandimi, avrus pul tepishini tashabbus qilib so'zlayapman. Bizning an'anaviy ma'rifamizda pul va boylik haqida tarbiya berilmagan. U jihatda bilim o'gitilmagan. O'qil qarashni cho'qim ag'dirib tashlash kerak. Ham boy, ham bilimlik kishilik xarakteri yaxshi avlod tarbiyalash hozirgi zamon ma'rifining maqsadining biri bo'lishi kerak. Şun bu talabni biz o'zimizga qo'yishimiz kerak. Shaxsan men o'zimga shunday xitob qilaman. Jamiyatda ishni kichikdan boshlab iyilik tiklagan va shu orqali o'zini tiklagan kishilarning misollari ko'p bo'lib, men mushundaqlardan biri deb qaragan asli kelib chiqishi Pokistondan, ammo Amerikaga kelib gullanib ro'noq tepib ketgan Nadim Bajwa ismli kishining hikoyasini so'zlab bermoqchiman. Uning hikoyasi texi yaqinda Amerika axborotida xabar qilingan bo'lib, kitabımdaki məzmunlarını yoğurtup berişdə yaxşı örnek deb qaradım. Pizza İtalyanca yemeklik bo'lib, bizning go'shtga o'xshabroq ketadi. Ben onu Amerika'ya kelgimde tuncu qetim bir Türk'nün pizza dükkanı yegan edim. Endi asaslı yemeklikki Koreya deb atılgan to'q qo'rimsi bo'lgan Pokistonlikning pizza tijorat bilan shug'ullanib eglikliginiga, shundaqli o'zini tiklaginiga diqqatingizni burayman. Bu yil 58 yoshga kirgan Nadim Bajwa 1991-yili Pokistondan Amerikaga ko'chman bo'lib kelgan va Indiana shtatidagi maktabda o'qiyotgan chig'ida Papa John's markali zanjirsimon pizza dükkanı soatiga $4.25 sentlik pizza to'shirib bo'lib ishlagan. U hozir Shimoliy Amerikadagi 270 dan ortiq o'rindagi pizza dükkanının xo'jayini. Shundaqla 2 kun 2 qarindishi bilan qurib chiqqan Bachko guruhining ijroiy raisi bo'lib, qurilish, binokorlik, texnik, buxgalterlik sohasiga va Papa John's pizza shirkatiga mablag' solgan. Amerikaga kelganda uning ingliz ismi ravon emas ekan. U universitetning o'qish pulini to'lash uchun tunji yozliq ta'tilda 3 ish qilgan. Atiyalik tamoq vaqtida restoranda qoch yuygan, tushdan keyin pizza to'shigan, hamda kechda Taco Bell nomli tiz tomoqxonada ishlagan. Pizza to'shigan vaqtda tushgan choy pulini tujublab yiqqan. 1996-yilda universitetni bitirib, pizza to'shiqchidan bu zanjirsimon pizza do'konining rayon boshlig'iga aylangan. Keyin shirkatlarda ishlagan, ammo olgan maoshi Papa John's shirkati bergan pulga yetmaganligi uchun yana pizza sohasiga qaytgan. Pizza do'konida nechani boshqargan va oxirida 2002-yili iyulda oilasining qo'llashi ham bankidan olgan qarz pul bilan Ohio shtatining sharqiy Levelport shahrida tunji pizza do'konini ochgan. U tunji pizza do'koni uchun $150 ming sarf qilgan bo'lib, tijorat boshlash jarayonini mundaq tasvirlaydi. Ben pizza do'koniga ketilgan saymonlarning ikkinchi qo'lini eng tuvan bahoda oldim. Nurg'un ishni o'zim qildim. Mening butun xiyolim eng oz tanlarq bilan bu do'konni qurib chiqish bo'ldi. Men ko'proq pulni bozorga chiqib sarf qildim. Natijada do'konda mang'uzcha ketilgan rasxodning yarmini tejab qala oldim. U o'zining eglik tiklash jihatidagi xatoligi va muvaffaqiyati haqida to'xtalib mundaq deydi. Men tijorat boshlashdan burun do'kon haqida e'lon berib ketibman. Bozorga chiqib bak urinib ketibman. Natijada do'kon ichilgan tunji kuni do'kon bilan bak qalayimpan bo'lib ketganlikdan xizmatchilarning yarmiligidek do'konni tashlab chiqib ketdi. Tashviqotni bak qilib atganim uchun nurg'un odam keldi. Demak, men xizmatchilarga pizzani qanday qilishni o'rgatishdan burun bozor chiqib bak berilib ketdiman. Bundan olgan saboqim shu bo'ldiki, har qanday tijoratni boshlashdan burun cho'qim tayyorgarlikni puxta qilish kerak ekan. Tunji do'konni ichib 6 oydan keyin hisob kitob qilganda olgan kirimining mo'lchardagi foydasining cho'ng bo'lganligini bilgan Nadim, topgan foydasining bilgan Nadim tezlikda yana bir necha pizza do'koni ochgan. 2 do'konni ichib yaxshi mangdura oldim va bu ishni kengaytsam bo'ldi ekan deb o'ylab, darhol yana 3ni ulab ichib etdim. Lekin atrofimda qobiliyatli kishilar bo'lmaganligi uchun qiyinchilik uchirdim. Shuning bilan tijoratimni kengaytirishga aldirmay, uni yaxshi qilishga ko'ngil bo'ldim. Nadim Bajwa o'zi qilayotgan ishlar haqida astoydil o'yinishning muhimligini ta'kidlab mundaq deydi. Cho'qim kamtar bo'lish kerak ekan. Ishlarim bak yurishib ketdi ma'noda mag'rurlanganda,
Күніңнің, мәғрұрланған күніңнің әдісіла патқақы петішкі башлайды екенсен. 2024 yılı Bajko Guroyi Papa John's Xalqaro şirketi bilan 2028 yılgacha 50 dükkan ichish haqida kelishimnomani imzo qo'ygan. Nadim o'zining ijodining 500 yerga dükkan ichish ekanligini bildirgan. Uning Papa John'sdagi boyliqning ichiga ergishib, yana yanda tijoratlarni mo elib mangan. Bir telefon mulozimat markazi, qurilish sho'basi, Iroq musofiqlik buxgalterlik mulozimati va Papa John'sdagi tijoratning unumdorligini oshirishni maqsad qilgan texnik sho'basini qurib chiqqan. U oxirida mundaq degan: "Men ro'naq deb bu holiga kelishimni tushimdim o'ylab baxmagan. Men faqat qilmoqchi bo'lgan ishimni bak yaxshi qilishga dehtimni markazlashtirdim. Xatoligimdan ibrat oldim. Mening barliq ishim pesa toshdan boshlangan. Haqiqatan bunga ishongingiz kelmaydi." Nadimning hikoyasi bizga bunday narsalarni yetib berdi. Uning Amerikaga o'qish kelishi va terikchilik uchun pizza do'kon ishlashi, uning dastlabki kapitalni jug'ilishga qo'shgan Indiana shtatidagi sexiy xaridorlar uning keyingi muvaffaqiyatiga fursat yaratib bergan. Uning tirishchanligi, ig'lik tiklash ro'yining bo'lishi, uzluksiz izdinishi, tirishishi, chaqqonligi, ditining bo'lganligi uning kuchli taraflari bo'lgan. Ishning dastlabida ko'rilgan cho'nglikqa bo'lgan havaslanish, yana uning ishni aldirab boshlashi, aldiraqsanligini uning ojizligi deyishga bo'ladi. 2008 yılı yuz bergan pul muomala krizisida uning tijoratini tahdidga uchirgan. Garchi u ba'zi o'ngishsizlikka uchragan bo'lsa-mu, ammo o'zining tijorat jihatdagi mahoratiga tayinib o'ngishga o'tib ketalagan. Endi shaxsning moddiy jihati o'zini tiklash masalasiga kelsak, mundaq savol qo'yishinglar mumkin. Men maoshli kishi bo'lsam, tapqinim o'zimga aran yetib olsa, ishinchi pulim bo'lmasa, qandaqmi moddiy jihatda o'zimni tiklay olayman? Albatta bu o'rinli savol. Bundaq ahvollarda biz kishining nerda yashayotganligiga qaraymiz. Agar u kishi demokratik, iqtisodiy bir qadar rivojlangan, pul muomala bozoriga kirish fursati bor jamiyatlarda yashayotgan kishi bo'lsa, undaqda bu kishining birini ikki qilish fursati ko'proq bo'ladi. Zamonaviy uchur texnikasining taraqqiyotiga ergishib, sayyor eglikning uchqandek rivojlanayotganligi haqiqat. Bu uchinchi kasb, ya'ni mulozimat kasbi taraqqiy qilganlarda texmi shundaq. Moddiy jihatni o'zini tiklayman deb iroda qilgan kishi hargiz "Halim shu, "Basan yeyman, ursang o'laman" deb o'ltirmay, ikkinchi va uchinchi xizmatlarni tepib, ishinchi kirim qilib, bu pullarni jug'lab yoki biror tijoratga, pul muomala bozoriga mablag' solish orqali boylikni ko'paytirsa bo'ladi. Siz selingan mablag' elib kelgan foydaning jug'lanma ta'siriga hargiz sal qaramang. Bu kitobda mush mazmunda bir mikro yozmam bor. Mablag'chilikning xatiridan ansirasangiz, hech bo'lmasa hukumatning zaymlarini bo'lsa setib olsangiz bo'ladi. Bu haqda ko'proq bilishni istaydiganlar mening tunji kitobim Pul muomala bozoriga mablag' solishni o'qisangiz bo'ladi. Men bu yerda Amerikaning pul muomala bozori bilan apilishib kishini hayron qoldirgan ikki shaxsni o'qirmanlarga tanishtiraman. Buning birinchisi Sylvia Bloom ismli allaqachon u olamga qaytish qilgan, hayot vaqtida katiblik xizmati bilan shug'ullangan ayol. Yana biri men YouTube kanalimni so'zlab bergan Pulning psixologiyasi degan kitobda tilga olingan allaqachon bu dunyodan qaytib ketgan Ronald Reid ismli kishilardir. Men 2018 yil mayida Sylvia Bloom ismli xonim haqidagi xabarni dunyoga mashhur gazet New York vaqt gazetida ko'rib, ko'ringindek bo'lmagan Sylvia Bloom xonim deb uni yozmani yozib qo'ygan edim. Dunyoda ajoyib odamlar bor. Aqla ya ko'ringindek bo'l, ya aytgandek deb ta'lim bersimi, ammo ko'ringindek emas kishilar. 96 yil umr ko'rgan Sylvia xonim bir oddiy katib bo'lib, katiblarning maoshi tuvan bo'lganlikdan intayin oddisada yashab kelgan. O New York'ta poyezd bilan ishga borgan, ijara uyda o'tirgan va toki 96 yoshga kirguncha bir qonun mulozimat shirkatida katiblik qilgan. Pensiyaga chiqib ozgundan keyin qaytish qilgan. Mo'may asli Yevropaliklar pushtidan bo'lib, Sharqiy Yevropaliklar pushtidan bo'lib, o'tgan asrdagi iqtisodiy bo'hronni boshdan kechirgan, yo'qsizlikning qanday ig'ir bo'lganini bilib, iqtisodchilik bilan oddisada yashagan. O yo'qsillarga hissashlik qilgan, hashamdan yiroq turgan, toki o'lib ketgan kishilarning nazarida bir oddiy mo'may katib bo'lgan. U vasiyat qilib, urug' tuqqanlarga muayyan mulk qoldirgandan boshqa 8 million dollardan ortiq pulni marqiy yana qilgan. Chunki u Martning kishilarni va jamiyatni yaxshilaydiganligiga ishongan. Mo'maydagi bu xil fazilatni, boylik, huquq va shuhrat tamasida vosita tanlamay yashaydigan qor ko'ngil kishilar hargiz selishtirg'il bo'lmaydi. Bu mo'mayga hech kimdan miros qolmagan, hech kim pul bermagan. Undaq u qandaqsiga bunchalar ko'p boylik yig'a oladi? Buning siri mundaq. Sylvia xonim katiblar xo'jayinlarining yuguraytim ishlaridimi, jumladan ularning xususiy mablag'chilik ishlarini bajaradigan chaqlarda xizmat qilishga boshlagan bo'lib,
U xo'jayinlari uning setilishini buyurgan paychaklarini ular uchun setilib qolmay, katiblik maşını siqib chiqarib, yana shu paylarni o'ziga oz miqdorda setib olgan. U bu ishni xizmatdoshlariga, do'stlariga, hatto yaqinlarining hech biriga tinmagan. U 67 yil jarayonida 9 million dollardan ortiq boylik yig'gan. U vasiyatnomasida bu pulning bir qismini tuqqanlari va do'stlariga miros qilib qoldirgan bo'lib, 6 million dollardan ortiq pulni namrat o'quvchilarga mukofot ta'sis qilish qoldirgan. Silvia Xonning paychiki bozorga o'zining xo'jayinlarini doğrab kichik miqdordagi pul bilan kirishi, ham uning bu paylarni uzun yil tutishi paydining jo'g'lanma ta'siri bo'lgandan bo'lgan. Biz sal qarashqa bo'lmaydigan yana ikki narsa. Biri uning 67 yil to'xtamay xizmat qilishi, yana biri hargiz o'zining boyligini ko'z qilmay hashamdan yiroq turib yashashidir. Pulning psixologiyasi degan kitobning avtori Morgan Housel tilg'agan 2014-yili 92 yoshida qaytish qilgan kishi Ronald Reeddir. Kitapның avtori Ronald Reed haqida mundaq yozadi. Mening Wikipedia'dan yaxshi ko'rib erishgan uchurim munodir. Ronald James Reed, Amerikalik saxovatchi, mablag' sog'uvchi, tozliq ishchisi va may qachalash punktining xizmatchisi. Ronald Reed Vermont shtatining bir sahrasida tug'ilgan. U oilasida tunji bo'lib o'rta maktabni bitirgan kishi. Hammadan kishiga ta'sir qilgani uning maktabga berish uchun har kuni boshqalarga o'zini mashinasiga selib olishini iltijo qilish bo'lgan. Ronald Reedni tanıydiganlar uchun uning hayotida alayda tilga og'dik hech qanday bir ishi yo'q. Uning hayoti oddiy boshlanib oddiy oxirlashgan. U mayqachlash punktida 25 yil ishlagan. JC Penney markali zanjirsimon mal setish do'konida 17 yil pol supurgan. Magazin supurgan. 38 yoshida 12 ming dollarga ishga yotoqli uy setib olgan bo'lib, toki o'lib ketgach ash uyda turgan. U 50 yoshida jo'risidan ayrilib qolgan bo'lib, qayta uylanmagan. Onun bir do'stining aslab berishicha, uning kundalik qiziqishi o'tin kesish bo'lgan. U 2014-yil 92 yoshida vafot bo'lgan chaqda bu sahradagi kichik PL tozliq ishchisining ish harakati xalqaro xabarga aylangan. 2014-yili Amerikada 2.813.503 kishi vafot bo'lgan bo'lib, bularning ichida 4 mingga yetmaydigan kishining qoldirgan miroslar 8 million dollardan ortiq bo'lgan. Ronald Reed dal mushu 4 mingga yetmagan kishining biri bo'lgan. Bu sabiq tozliq ishchisi o'zining vasiyatnomasida 2 million dollar pulni o'gay bolalarga miros qoldirgan. 6 million dollardan ortiq pulni yerlik doktorxona bilan kutubxonaga bergan. Reedni tanıydiganlar bu ishga hayron qolgan. U bu pullarni nereden topdi? Qanday topdi? Bu yerda hech qanday sirliq ish yo'q. U bu pullarni lotereyadan utib olmagan yoki birisidan uni mirosma qolmagan. U ishlab topgan ozgina pullarni juqlab, az-azdan kök üzəkçi paylarını, yəni çoğun həm işlənçilik texnik şirkətlərinin payçaklarını izchil yo'lda setib olgan və ularni savr bilan qo'lda tutgan, setib etmagan. Şunun bilan o kichikgina amonat pulni juqlab, pul muomala bozoriga mablag' silib, necha 10 yilda uning juqlanma ta'sirining foydasini ko'rib, 8 million dollardan ortiq pulning egasiga aylangan. Shunday qilib, u bir tozliq ishchisidan bir saxovatchiga aylangan. Ronald Reed'ning hikoyasi bizga bir kishining boylik yig'a olish uchun, moddiy jihatda o'zini tiklay olish uchun, uningda yuqori unvonning bo'lishi shart qilinmaydiganligini, pul ishiga kelganda hissiyotning aqlning emas, balki kishining tanlashi, shundaqla pul va boylik qanday muomala tutishga bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Ronald Reed'ning Harvard universitetidan olgan doktorlik unvoni yo'q, lekin boylik to'plashga kelganda u nini doktorlar qilolmagan ishni qilgan. Yani pul muomala bozoriga kirib, istiqboli bor fan-texnik shirkatlarining paychaklarini setib olgan va ularni uzun yil qo'lda tutish orqali juqlanma ta'sirining foydasini ko'rgan. Jamiyatdagi yuqori maoshliq, ammo topqinni o'ziga yetkazib bo'lolmay qarzga bo'lib yashaydigan nurg'un odamga Reedni solishtirganda, Reedniki tanlash, sabr va iqtisodchanlikqa qoyil bo'lmay tura olmaymiz. O'zimizni moddiy jihatda tiklashda sog'lomligimizni asrash nihoyat muhim. Saqsiz kishining bemiqi tas. Bay kishi saqsiz bo'lsa, topgan targinimi tiz xo'raydi. Uningdan boshqa xarajat odatimizmi qandaq moddiy holatda bo'lishimizga ta'sir ko'rsatgan muhim omildir. Turmush chiqimlarimiz tafovutimizni eshib ketsa, qarzga bo'g'ilib qolamiz. Shunga Uyg'ur xalq maqol tamsillarini quloq ching tutib, holimizga beqib, holtimizga beqib, un tortishimiz, yo'tqinimizga qarab tutsinishimiz kerak. Cho'ngchilik va isrofxo'rlikning ilib keldigini namratlik, muhtojlik va qadrsizlik bo'ladi. Qarzga bo'g'ilgandan keyin ro'y besimning ichida qoldigan gap, kichik ehtiyojlarni qondirish uchun boshqalardan qarz olishga majbur bo'lib qoldigan va yangi zamondagi ilmiy qalendar nomini ilib qoladigan gap. Shunga hech kimdan qarz olmaslik kerak. Boshqalardan qarz so'raganda boshqa kishilarni tanqislikqa qo'yadigan va o'zingni muhtojlikqa qo'yadigan ish kelib chiqadi. Bak qarz olish zarur bo'lib qolsa, azroq o'simtilab bo'lsin, bankdan qarz olish kerak. Qisqasi,
Maddi turmuşni izg'i salolmagan, qarzga bo'g'ilib qolgan odam o'zini tiklayolmagan odamdir. O'zini tiklaydigan odam bo'lish uchun cho'qim qarzdan xalos bo'lish kerak. Chiqimlarni tejash orqali omonatini oshirish va foyda chiqadigan mulk ilib qo'yish yoki pul muomala bozoriga mablag' solish orqali moddiy muhtojlikdan qutulish yo'liga manga olgan odam o'zini tiklay oladigan odamdir. Kiyinishi va kundalik xarajatining cho'ng kichikligini boshqalarning uning bilan munosabat qilishida muhim deb qaraydigan kishilarning holiga voy. Mubali uning qimmati esib olgan so'mkisi va haydab olgan mashinasi bilan belgilangan bo'lsa, undaqda o'zini tiklaydigan odam emas, uchiga chiqqan ahmoq odamdir. Shunga o'zimizning ahvolini, yashayotgan jamiyatimizning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy ahvolini yaxshi tushunishimiz kerak. Bo'libmi, kishilik hayotda iqtisodiy jihatda turaqliq, xotirjam hayotni qo'g'lish bilan birlikda pul muomala bozori va boshqa boylik ko'paytirishning yo'llari ustida izlanib beqishimiz, shundaqla ma'lum tanlashni qilgan ekanmiz, sabr bilan uning natija beradigan paytini kutishimiz kerak.